Xullas akalar, orqa bamper va oldi bamper amerikankani ham qo'ydik. Ikkinchi mashinamga. Bu ham proyekt bo'libdi, xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu orqa bamperi o'zinikidan farq qiladi. Ana bu ikkinchi stig bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Radnoyga ana bu stig bo'lmaydi. Orqa difuzorni ham qo'ydik. Lekin ana shuni zo'rg'a topdim men orqa bamperni. Hech qayerda yo'q ekan. Keyin orqa spoilerni ham qo'yamiz. Ana bu yerda karnizi bo'ladi. Karnizni ham qo'yamiz, xudo xolasa. Oldinni ham bitta ko'ramizmi? Amerikankani. Вообще zo'r chiqqan. Chiroyli. Mana akalar. Vidni qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan. Qanday chiqdi akalar? Xullas Spark olaman, xuddi shuni taxlayman deb men necha yil orzu qilganman. Xudo xolasa ana shu niyatlarimga yetyapman. Shoh qo'yamiz. Kuzatib boringlar akalar. Xo'p, diska qo'yamiz bunga. Chiroyli proyektlar bo'ladi. Men aytdim-ku. Kimgadir pul bor, lekin puli bo'lsa ham mashinaga yopishtirishga did bo'lmaydi. Marqa qilib tashlaydi mashinani. Shunday skromni chiroyli qilish kerak. Proyektimiz yoqayotgan bo'lsa, sizlardan bitta like va podpiskani ham unutmaymiz. Chiroyli proyektlarni qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.